Nexia uchun muxlislari uchun juda ideal holatdagi avio topib qo'ydik. 4-pakalina metallar bilan jihozlanganligini ko'rishimiz mumkin. Mashinani balonlari ham yangi balonlar taqib qo'yilgan, charmxo balonlar. O'zini avtomat diskasi. Mashina shular ichini ochsa avtomat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Korobka avtomat, chexol poliglar qilib qo'yilgan, linonim poliglarda. Mashina egalarining nomida. Dokumentda hech qanday muammo yo'q deyilyapti. Mashinamizni sizlarga juda arzon narxda topib qo'yganligimizni aytishimiz mumkin. Narxini eshitib shokka tushib qolmaymiz. Ko'rishimiz mumkin. Mashina chiroyli minilgan, egalarida kirlar bilan kapot uchiga sepib yuborilgan deyapti. Qolgan hamma joyi top-toza. O'zini detali almashmagan. Aynan bu Nexia 3 avtomashinasini bizning kanalimiz obunachilari uchun akamiz 110 million bo'lsa berar ekanlar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib bosamiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan 46 ming probegda. Avtomat korobka. Bosamiz. 95 446 84 telefon raqamlariga aloqaga chiqib bosamiz. Bundan arzoni bo'lmaydi. Kimga qiziq bo'lsa tezlashib telefonlarga aloqaga chiqib birinchi telefon qilgan odam sotib oladi.